Assalomu alaykum. Xaridorimiz bizga 7,5 kilovatdan 20 kilovatgacha bo'lgan nasoslaringizni kattaroqlardan tavsiya bering dedilar. Mana 7,5 kilovatligimiz 80 ga 100, 144 kubga haydaydi, 7,5 kilovat. Buni 100 ga 100 chiqarib olsa ham zo'r ishlaydi. 26 metr ko'taradi, 3000 obrot. Xo'p, ketdik. Bu yoqda 11 kilovatli bor. 11 kilovatli 65 og'iz bilan chiqaradi. 120 tonna suv haydaydi soatiga. 138 kubaligimiz bor. 180 kubaligimiz bor. 100 tortib 80 chiqaradi, 11 kilovatli. Buni 100 ga 100 qilsangiz yana ham zo'r ishlaydi. Keyin mana buni 15 kilovatligi bor. 210 kuba, to'g'rirog'i 15 kilovat bilan, 240 kuba 15 kilovat bilan va xuddi shu ko'rinishda 18-22 kilovatlarda ham 125 kirib 100 chiqadigan 300 kubalik variantlarimiz bor. Bundan tashqari 22 kilovatda hozir endi do'konda yo'q. Skladimizda bor. 200 tortib 150 chiqaradigan, hop, soatiga 500 kuba haydaydigan nasoslarimiz ham bor. 22 kilovat bilan. Juda ham ekonom. Оборотлari 1450 obrotli bo'ladi. Uniki bularniki esa mana shu videoda ko'rayotganingiz 3000 obrotli.